Erim va men bir-birimizni juda ham yaxshi ko'rardik. Lekin hamma juftliklar kabi bizning ham orada tortishuv janjalimiz bo'lardi. Ko'pincha tortishuvlarimiz bolalar haqida bo'lardi. Men bola xohlayotgandim, lekin u ota bo'lishni xohlamayotgandi. Agar juda ko'p vaqt o'tib ketsa, keyin kech bo'lish haqida juda ko'p gapirardim, lekin unga baribir edi. Hatto yetimxonadan bola asrab olish haqida ham aytdim, lekin u bunga ham quloq solmadi. U doim menga "Sen ona bo'lishga tayyor emassan, eplay olmaysan" derdi. Lekin men doim tayyor edim va ichimda undan bir parcha bo'lishini juda ham xohlardim. Telbalarcha sevgan insonimdan ichimda bir parcha bo'lishi juda ham ajoyib tuyg'u edi. Men u tuyg'uni tatishni xohlardim. Barcha tug'ruqni nazorat qiladigan dorilarimni axlatga tashladim va erimning prezervativlarini teshib qo'ydim. Tunlari uni o'zimga jalb qilish uchun qo'limdan kelgan hamma narsani qildim. Lekin u buni sezib qoldi va meni rad qildi. U menga "Sen ahmoq bo'lib qolibsan, bola seni ahmoq qilib qo'yibdi. O'zingga kel, keyin yaqinlashamiz" degandi. Uni juda ham qattiq sevardim. Menga qanaqasiga bunday gaplarni ayta olardi? Axir u mening sevimli erim edi-ku. O'sha kuni juda ham qattiq yig'ladim. U bularni aytishi haqqi yo'q edi. Ichimda undan bir parcha xohlayotgandim. Bir haftadan keyin yangi rejamni amalga oshirish uchun qo'limdan kelgan hamma narsani qila boshladim. Bu safar u meni yotoqda rad qila olmasdi. U ishdan kelganida aroq ichishni taklif qildim. Qabul qildi va men yashirincha aroqning ichiga bir uyqu dori soldim. Albatta u dorini sezmadi va aroqni kayf bilan icha boshladi. 20 daqiqalar atrofida qattiq uyquga ketdi. Uni sudrab spalniyimizga olib kirdim va kiyimlarini sekin-asta yechib, tanasini o'pa boshladim. U hech narsadan xabarsiz qattiq uxlayotgandi. Men qulog'iga yaqinlashib, "Bunga qarshi chiqa olmaysan" dedim. Tanasi bilan ishim tugaganida 2 soat o'tgandi oradan. Va u hech narsani sezmagandi. Issiq lablarimni sovuq tanasiga tekkanini ilk marta his qilmagandi. Bu 2 soatning ichida har bir soniyasidan kayf qilgandim. Ishim tugagach yotoqdan yerga tushdim va tepaga qarab qornimni ushab yotdim. Ichimda undan bir parcha his qilish juda ham ajoyib tuyg'u edi. Yotog'imiz 2 soatning ichida ho'l bo'lib ketgandi. Faqat terdan emas, qondan, erimning qonidan. Endi ichimda undan bir parcha bor edi. 2 soatning ichida butun boshli bir insonni yeya olmasdim, lekin bir haftaga bemalol yetardi va nihoyat ichimda erimdan bir parcha bor edi.